Rozimisan? Roziman. Bolam, o'qishlaring yaxshimi? Shukurlarda juda ham ko'p telefonga ahamiyat berib o'qishlaringni ham o'qimay qo'yding. Nimaga oyi o'qishlar yaxshi ketyapti? Ko'ryapsan, meni oyligim bilan ruxsat tebratishdan qiyin bo'lib qoldi. Bu yerda singlimni xarajatlari ham bor. Xavotirlanmang ona, yaxshi ish qidiryapman, hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Bolam yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Aka yaxshimisiz? Allo. Yaxshimisan, charchayapsanmi? Kechgami? Ha, o'taman. Ha bolam, tinchlikmi? Ha, o'rtoqlarim kechga chaqiryotgandi, shunga borishim kerak. Duo bersangizmi, borsam. O'tir bolam. Ya boraylik kechga. Mayli bolam, boshing toshdan bo'lsin. Onam bizni kelajagimizni o'ylab qarigan chog'ida hali ham ishlab yuribdi. Zohid kelyaptimi? Kelayotganmiz, telefon qilyapti. Allo. Ha, Zohid kelyapsanmi? Ha, kiyib qoldim biletxonaning pastigaman. Bo'pti, biz bilyapmiz, tepaga chiqib kelyapmiz. Bo'ldi, bo'pti. Zohid kechib kelibsan? Ha, uyda problemalar bo'lib qoldi, shunga. Yana o'sha pul muammosi. Ha, bilasan-ku, o'sha pul muammosi. Alo, Asilbek. 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 Yaxshimisan? Ha, zo'rmisan? Kim bu? Kurstoshim biladi. Asad? Kechagi mahallan borlarmi? Bo'ldi, odam. Yo'q, haligacha olingan izlashtiryapmiz. Asad, Hop, boss. mana o'rtoqlaring qanaqa bor-ku? Yaxshi bolalar, tinchlikmi? Kechagi mahallan bolalari bor-ku, qo'lga tushganlar. Shular o'rniga odam olish kerak. Hop, chaqiraymi? Ertaga o'zimiz kalonxonaga. Hop. Darsam jonga tegib ketdi. O'qigan odamga bilinmaydi. Bolalar, to'xtanglar. Shunday. Asilmi? Kecha ko'rganmi? Zo'rmisan? Tinchmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, Bular qo'yapsa kecha ketib qolibsizlar, bilyapsan. bir ikkita ishlar bor. Kechga vaqtlaring bormi? Bir joyga o'tishimiz kerak. Qayerga? Tinchlikmi? Shu kechga bir bratan bilan tanishtirmoqchiman. Soqqalish bor. Soqqalish? Qanaqa ish ekan? Shu kechga lokatsiya tashlab beraman, o'shalarni gaplashamiz. Davay endi. Davay. Gaplashamiz. Asilbek. Ketdik yo'q. Qayga olib keldingiz? Yo'q, ish bor. Mana aslan kursdoshlarini olib keladi. Yaxshi. Boss, kechagi bolalar. Assalomu alaykum. O'tiringlar, o'tiringlar. Yaxshimisizlar bolalar? Yaxshi, rahmat. Sekasizlarmi? Yo'q, chekishdan yo'q. Tinchlikmi? Chaqirtirgan ekansiz.
Da chaqirtirgandingiz, kursdoshinglar aytdi, pulga muhtojlar ham bor ekan. O'shanga normalniy soqqali ish bor agar ishlayman desanglar. Nima ish ekan? Короче, sizlar bo'llar ishlaringiz belgilangan lokatsiyaga yukni olib borib, pulni olib qaytasizlar. Qisqasi shu ish. Nima ish ekan u? Dori. Ishlaymiz-ku. Sen jinni bo'layapsan. Qanaqa ishga kirayotganingni bilayapsanmi? Yaxshi pul topamiz, oson yo'li. Bunaqa pul topishni xohlamayman. Pul keragi hozir, to'xtagin. Qoch. Ay ketyapsan, o'ylab ko'rgin, Zohid. Qoch dedim senga. Zohid. Zohid qayga? Qo'lingni ol. Qayga ketdi u? Asabiylashganda. Onajon, yaxshimisiz? Ha bolam, yaxshiman. Doktor, onamga nima bo'ldi? Onangizda ozroq dalnalar ko'tarilgan. Men sizga hozir dorilar yozib tushuntiraman. Ichkarida ayta olmadim. Onangiz qandli diabet kasalligi bilan kasallangan. Men sizga hozir dorilar yozib beraman. Tezroq onangizni shifokorlarga borib ko'rsating. Tushundim. Asil. Boshlig'ingga aytmay ishga roziman. Короче, kirasanlar bilyardxonaga. Joylan o'tiribdi, oxirgi kabinaga. Shuna borib uchrashasanlar, o'zi nima qilishingni tushuntiradi. Tushunarlimi? Davay. Ha. Ayağa şu mana. Uchta mahallaga tarqatasan. Asharataga qo'yasan, eski qurilishlarga qo'yasan. Endi hamma joyda o'zing topasan, hammasini men aytmayman senga. Mabodo xatoga yo'l qo'yasan, ikkalayini ham hayotingni qorong'i tarafga o'zgartiraman. Qanday tushunding? Davay. Qal. Asharataga qo'yasan. Eski qurilishlarga qo'yasan. Endi hamma joyda o'zing topasan, hammasini men aytmayman senga.
ishni toza qilinglar, menga problema olib kelmanglar, davoy gaplashamiz. Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu bolalaring ishonchlimi? Da, ishonchli bolalar. Kim o'rgatyapti? O'zimdan dorini olyapti, qolgan joyini o'rgatyapti. Qara, sotib qo'yishmasin. Da, qo'rqmang, boss, sizga hech kelmayapti. Bo'pti, boraver. Indamisiz?